Chuqursoydan uchastka qidirgan insonlarni yuragini bitida jizillatadigan variant ko'rsataman akalar. 4 sotuv maydonga joylashgan, полностью sifati bilan remont qilingan uchastkamizda deyarli yarim narxida sotuvga qo'yilgan. Manzilimiz 16-maktabning orqasidagi ko'chada bo'ladi. Zo'r tarafi bu joyimizda tupida joylashgan, old taraflama katta parkovочный joylariga ega. Hovlisini ko'rishimiz mumkin. Faqatgina fasad ishlari qolgan, ikkita mashina sig'adigan joy, elektron darvozalar qo'yilgan bo'ladi. Kirib kelish bilan tushuntiradigan bo'lsam, kirishimiz bilan o'ng qo'lda katta kuxnyani ko'rishimiz mumkin. Chiroyli mebellar qo'yib qo'yilgan va bundan tashqari chap qo'limizda kattalar yotoqxonasi joylashgan bo'ladi. Alohida garderob va sanuzul bilan birga. Plus bitta umumiy sanuzul va bunaqasi keladigan bo'lsa, holni ko'rasizlar. Hamma narsa importni mahsulot, oyna romlarni ham hammasini pultlisidan qo'yganmiz deyishyapti. Xullas, rasxoddan umuman qochilmagan. To'g'rimizda katta zal, mehmonxonani ko'rishimiz mumkin. Chiroyli mebellar qo'yib qo'yilgan, oyna romlar panorama qilingan. Orqa hovlini ko'radigan bo'lsa, uni o'zida chiroyli letniy kuxna joylashgan bo'ladi. Bundan tashqari bitta sanuzulga ham joy tashab ketilgan. Endi ikkinchi etajga keladigan bo'lsa, uni o'zi ham mana shunaqa xonalar ketma-ketligi va katta hol bilan boshlanadi. Jami 4 ta xona joylashgan. Bitta katta yotoqxonasi, alohida garderob va sanuzul bilan birga bo'ladi. Bitta bolalar yotoqxonasi, plus bitta katta razmerda yotoqxonani ko'rishimiz mumkin. Bitta umumiy sanuzul va yana bitta katta yotoqxonasi, alohida garderob va sanuzul bilan birga. Ko'rib turganlarda razmerlari katta-katta ishlangan. Podolga keladigan bo'lsa, podolimizda yaxlit holatda katta zal ko'rinishida juda ham chiroyli remontdan chiqarilgan. Uni o'zida ham bir nechta xonalari bor. Ko'cha taraflama ham alohida tushish mumkin, ko'rishimiz mumkin, chiroyli katyolni xonalariga ega. Ko'rib turganlarda juda ham chiroyli sifat bilan remont qilingan uchastkamizda o'zligi yashash uchun noldan qurilgan. Isitish, sovutish tizimi hammasi chiller tizimida ishlaydi. Bundan tashqari uyimizda полностью теплый pol qilingan. Noldan boshlab umumiy hisobda 560 ming dollar rasxod qilganman deyishyapti. Hozir pul kerakligi uchun 299 ming dollarga beraveramiz deyishgan. Ya'ni bemalol savdolashib olsanglar bo'ladi. Pastda egalari nomerini qoldiramiz.